Kechamiz davomida tushunmagan joylaringiz bo'lsa bemalol so'rab boring. Mehmonjonlarimiz bir sayohat qilmoqchi bo'lgan qalamiz Ichan qala. Bu qala Buxoro va Samarqandga o'xshamaydi. O'rta Osiyoda yagona ochiq osmon ostidagi muzey hisoblanadi. 26 gektar sohasida 90% tariximiz bor. Endi buni hammasini ko'ramiz desak bizga bir kun vaqt. Keling shu sayohatimiz davomida qalani eng tarixiy joylari, ulug' avliyolarni ziyoratlab bundan oldin cho'girmalar isbot kerak. Xorazm milliy bosh kiyimlari cho'girma deydi. Har bir qaramsiz erkakning o'rni hisoblangan. 1920-yillargacha erkaklar yozda qishda oyoq yalang yurolgan ekan. Lekin boshda mana bu cho'girmasi turgan ekan. Qachon cho'girmani yechadi? O'sha xonadonda qizlardan kimdir zino qilib qo'ysagina, erkak orqamiz qo'ygan cho'girma boshdan yechilib, xalqni o'zida boshyalang turishga majbur bo'lar ekan. O'shaning uchun Xorazmni yozi o't issiq bo'lganligi uchun men sizlarning ichkari soya joylarda gapirib beraman, xo'pmi? Chigirma mana bular. Chigirma mana. Hali unisi chigirma, hasi oqlari. Oqlari? Katta bo'ladidan ular. Yaxshi bo'lar. Ha, Razefa. Qandaysiz? Quando? Finito qua. Hanno Hello. importato la macchina fotografica per la prima Hello. volta. Musulmani lo volevano Hello. farsi vedere. Amakijonlarim, Buxoroga sayohat qilgansiz. To'g'rimi? To'g'ri. Buxoro amirligida zindonlarini ko'rgansiz. Bu zindonlar Ark saroyining orqasida yer ostida 6,5-7 metr chuqurlikda joylashgan, esladingizmi? Nima uchun eslatyapman? Men sizga Xiva xonligini zindonlarini ko'rsatyapman. Siz ko'rayotgan zindon ikkita xonadan iborat, lekin yer ostida emas. Nima uchun? Xorazm suv sathiga yaqin joylashganligi uchun Xorazmda hattoki e'tibor bergan bo'lsangiz, odam vafotidan so'ng qabrlarimiz ham yerlar ustiga sag'ana qilinadi. Shuni hisobiga zindonlar ham yer ustida joylashgan. Biz turgan xonamizda yengilroq jinoyat qilganlar, orqa xonada eng og'ir jinoyatchilar o'tirar ekan. Eng oson jazosi darra bo'lar ekan, mana. Ikkinchi turibdi. Qamchini adashtirmang, xo'pmi? Qamchi alohida. Mana bu darra. 7 qavat teridan tikilgan tuzli suvga oshlab qo'yadi. Odam urganida o'pka bin sohasidan uradi, ham kisada ham achitadi. Eng oliy jazosi davlat xiyonati deydi. Ya'ni o'z davlat sirini boshqa davlatlarga sotadigan erkaklarni 90 santimetrlik qoziqlarga o'tkazib o'ldirgan ekan. Keyin xonlar harami deydi. Nomahramlarga kirish mumkin bo'lmagan joy. Tarixda shunday insonlar bo'lar ekan. Xonning haramida turli davlatlardan kelgan eng chiroyli kanizaklar bo'lsa, ularning oldiga erkak ayolning kiyimini kiyib kelar ekan. Paranjini eslaganda o'sha davrlarda yuz ko'zi bilan yopiqlik turadi. Va bunday inson ushlab olingandan keyin xonning farmoni tirikdayin oyog'ini osmondan qilib boshini yerga ko'mish. O'shancha o'zbekda bir so'z bor-ku, ko'zingga qarab yur bolam, oyog'ing osmondan kiymasin deydi. Afsus. Savol. Qizlar masalalariga qaysi belgilar bilyapsiz? Tosh bor, belkurak bor, yana-chi? Boshiga. Ana qiz zina qildi, ota-onalar namusi bo'lgan bosh kiyim yechildi va hattoda boshini yo'q, otasi. Ayollar bor. Bunday ayollar eriga xiyonatkor topilsa, qop ichiga solinadi, ichiga yovvoyi cho'l mushuklarni soladi.
Xonasini berishsa, endi ayol muhiti urush bo'ladi, darra bilan. Azobga chidolmaganlik ayolni sirtlab bo'ladi. Tepa partiyada qiz yigit bilan bir-birini yaxshi ko'radi, lekin to'ylarga ota-onasi norozi. Mais plutôt lapidation, là, c'est pour les femmes infidèles. Mais lapidation, comme... Ichkariga o'rtamandan boshlagan ancha. Warte. Warte. Warte, was schätzt du? Ha, o'rtamandan boshlaymiz. Mit Palast, ein Herrscher. Ja, egal, ein Sultan oder Pascha oder Khan oder Emir und so weiter, aber Region. Aber hier so ein Ding gab es nicht. Einfach Karawanser, ein Hotel. Also kamen die Händler, Touristen und so weiter und danach weiter zurück nach Hause gegangen. Signora. Farishtasi bor deyilgan. O'shancha eshiklarimiz ataydan kichkina qilingan. Masjid Allohning uyi. Bu yerda xiyonatkorlar bo'lmaydi. O'shancha xonlar pul ishlab chiqaradigan zarxonasini masjidning oldida qildirgan xoinlar bo'lmasligi uchun. Ichkariga kirsangiz ustalar ish jarayonidan mis tanga, kumush, tilla tanga, qog'oz va ipak pullar ishlov qilyapti. Keyinchalik esa bu yerdan pul ishlashdan tashqari ayollarimizga qizlar taqinchoqlar ishlashadi. Endi xona ham qilyapti. Qancha tejov keladi, kimlardan foydalanadi. Hello. Hello. Bonjour, madame. Ciao. Ciao. Bonjour. À tout à l'heure. Böyle aytyapti-da. Böyle. From me, insomma è arrivato dopo l'indipendenza del Nord. All'inizio per un anno hanno usato i rubli e dopo hanno cominciato a coniarli con l'Inghilterra. Biz sud bilan xona qabullarga kirishimiz kerak. Tariximizda ham bilamiz, hozirda ham xona qabulga to'g'ri qo'ymaydi. Eng birinchi xonalar so'roq xonalari bo'lgan. Xona oldiga nima uchun keldi, qanday arzi bor, muomala qilish madaniyatlari o'rgatiladi. Anundan keyin ikkinchi xonaga o'tkazadi va tintuv jarayonlari boshlanadi. Yondagi bor buyum, shaxsiy buyumlar olinib, uchinchi xona bu nazoratxona bo'ladi. 3 ta xonadan chiqqan insongina xona qabulga kirgan ekan. Bu demoqchi bo'lganim, har kuni 10 ta odam qabulga yozilgan bo'lsa, undan atigi 3 ta, 4 ta, eng ko'pi 5 ta odam xona qabulga kiryapti ekan. Keling biz albatta. Ein heimischer Tourist. Bular qayerda aka? Bular Germaniyada. Germaniya. Samarqand. Ha. Bormi? Mana amakiga. Also Sie? Also hier. Ah, yo'q, keyinroq. Also ja, Ijjo. Xom go'sht. Chopida chopiladi, qo'l orqali ishlov qilinadi ziravorlar bilan va iste'mol qilinadi. Bu juda ham zo'r taom. Agar siz xomligini bilmasangiz, yana bitta bering. 16-asr kanalizatsiyalari hozirgi bizdagi Yevropadagi kanalizatsiyalardan yaxshi ishlaydi. Qayerda ko'rsangiz ham hammasi ishlayapti. Pastdagi kanallar o'rnlarida xona va xavfsizlik tizimlari bo'lgan.
Xon huzuriga kiraylar. Aql qilmas. Necha bir bor o'tirmoqchi edik. Ha. Bir o'tirib ko'ring bor. Qulab qo'yibdi. O'tirmoqchi edim. Hamma bitta o'tirib ko'rmadim deganda. O'sha birda yo'q bular. Musulmon olami bor ekan, bu olamni o'z nomiga yangi imorat quradigan. Qarang, xon o'limi tufayli 100 metrga mo'ljallangan minora 29 metr chala balandlikda tugallanmay qoladi. O'shaning Bizga necha so'm savob? Assalomu alaykum. Biz Xorazmda xonxonlar kiyib bo'lgan. Otamiz 9 yoshdan boshlab kurash tushgan. Ana keyinchalik Eron, Hindiston davlatlargacha borib kurash tushib, 79 yillik tarixda biron marta kurak yerga tegib yengishdi. Endi orqasida zurriyotlari bo'lmaganligi uchun otamiz yana bir to'rtlik bitdi. Kim qilur vayron dilim imorat? Kim aybim uchun berur kafolat? Men qildim ko'p qabrlar ziyorat, lek kim qilur mening qabrim ziyorati? Mana sizdek siyohatchilar bor ekan, Haqlovon mahluqotimiz har nafasda ziyoratdalar. Vasiyatlarga asosan qabrlari ichkariga kirgan yurtchak ichkari xonada o'zini teridan po'stin tikadigan ustoxonasiga dafn etilgan. Men Wenn dort diese Tasse Wasser bleibt, لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا بأنهم أغلى خير أسفل فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من انتبه الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة أجر كريم إنا نحن نلقي الموتى ونكتب ما خامزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله يوصل شرفنا مؤمنين الله زين تعالى حاصل ويصلنا جميع وسلامنا Peygamberlerimiz, aziz avliyolarımız, piri istozlarımız, iki olam sarmalı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ufukları başladı. Ben şu dargahtan unutken Allah'ım, ben şu kabirlerde devamlı tutup Allah'ım
Mahmud otamizni ruh poklariga bag'ishlayman. Allohim jami o'tganlarimizni, ota-bobolarimizni, momolarimizni ruh poklariga bag'ishlayman. Ali Rahmat shohistay jannat qilgin. Qabrlarini Qur'on nurlari bilan munavvar aylagin. Jonlarini jannatda qilib, iymonlarini hamroh qilgin. Allohu akbar. Yok ata yok. Bunu vereyim bir top kitayım. Yok girme. Nerede? Nasıl uçun yendi? Hadi işte Analarına kızga kelinler avolasi. Yemen, navalarım yok ama. İkide- Kampede alıp bulamam. Bu 2.35 ming. Şükürmez. Ketti. Amakilar, oldagi 4 ta kabot, Munis, Ogohiy, Amazonlar, Qurbonota, Ismoilovlar, shoirlarimizning bo'sh qabrlari faqat nomlari. Lekin atrofdagi hammasi haqiqiy qabr. Siz masjidning minorasiga qarang. Minora 17-asr. Tomni Xazinaboni Abdurahmon Yeftar degan inson tomonidan qurilgan. Minoraning bir orasida nasıl yendi? Yüksemek ya? Sıvı almana karakter teyze bugün arayamaz. Ha. Yaxshi, sog' olsin. Do'stlarmi, sinfdoshmi, kursdoshmi? Yo'q, bular aholi. Masjidda jami 213 dona ustun bo'lgan. Shularning eng tarixiylardan 6 donasi bizgacha kelgan. Ular 10-asr, 1000 yilliklar, mana bitta. Qolgan 4tasi bor, yana orqa tomonlarda qolgan. Xudo xohlasa yana kelsangiz, masjidimiz chiroyli ko'rinishda yana qaytadan ziyofatlar qilasiz. Bir paytlar odamlarning qulochi yetmaydigan 1000 yillik hujum daraxtlar bo'lar ekan. Uni kesib olgan yosh yigitning qo'lida mablag' bor, lekin uni mana bunaqa chiroyli ustun qilish uchun unga mablag' emas, 15 yillik mehnat kerak ekan. Daraxt juda qattiq ekanki, uni kesgan zahoti naqsh qo'ya bilmadi. Yillar davomida suvni ostida ibitdi. Undan keyin yillar davomida Xorazmni yozini ko'ryapsiz, o'ta issiq, bizda tog' yo'q va somon orasida quribdi. Qurigan daraxtni yillar davomida paxta moyga moylanlari qayerda o'qidi? Saroyda. Masjidimizni oilasi bilan birgalikda. Masjidimizni eng chiroyli tarixiga e'tibor qiling. Siz 5000-chi namozxonsiz. Hozir ham tarixda ham. Orqada. To'g'rimi? Lekin sizga mana bu ritm algebra paydo bo'ldi. Agar Al-Xorazmiy nolni ishlata olmaganida hozirgi qo'limizdagi sifr telefonlar va kompyuterlar ishlamasdi. Siz buyuk avliyolar, beruniylar yurtini ziyorat qilmoqdasiz. Qabul bo'lsin ziyoratlaringiz. Masjidda mana 1000 yil Mis o'ymakorchiligi, Buxoro ganch o'ymakorchiligi bo'lsa, Xorazm o'zining yog'och o'ymakorchiligi bilan mashhur hisoblanadi. Yog'och o'ymakorchiligi e'tiborlarida shuning ichida bitta ustun bu alohida ajralib turibdi. Paxta daraxti, g'o'zapoyadan bo'lgan ustun, uni gullari, naqshlari, tepaqoshlari ham Xorazmnikiga o'xshamaydi desam, hayron bo'lyapsiz. Paxta shunaqa daraxtli o'sadimi? O'zbekistonda paxtaning 1 yillik ko'p hosillari ekilsa, yigitlik Misrda, Hindistonda, Janubiy Amerikada paxta shunaqa daraxtli bo'lsa ekan. Bo'yi baland, hosili kam hosil, narvonga chiqib paxtani tersalar, mayda paxta har yil qanday hosil bergan. Bu yerga qarasangiz, inson tasviriga o'xshash belgilari bor. Mana odam surati. Mana ko'rdingizmi? Mana naqshlarning ichiga yashiringan. Bunaqa tasvirni chizish bizlarda mumkin emas. Bu yerda mana siz tayyor holatdagi ustunlarning orasida naqshlar ichiga yashiringan inson tasvirini ko'rishingiz mumkin. Ha, o'zingizga anaqa. YouTube kanalimga o'xshayib qo'yamizda. Hello. Hello. Fransa. No, Spain. Hispania. And you? Bonjour.
To and you? Samarkand, Uzbek. Samarkand Uzbek? Very beautiful. Uh-huh. Bye. Yulla bo'lmaganda turpa o'tirsa yurgan. Hayır bak ya. Aytdim, kelishdan kelavering. O'ting shu yerda. Kirtirgan. Bu yoqda qarama, ayollar yashaydigan joy. Mana shunaqasiga 5 ta bo'lishdi. Birinchi balla oldinga chiqarsa qonun hisoblanadi. Yotoqxonasi bor, yuvish xonalari ichkarida. Yonida 4 ta nikohli ayoliniki. 4 ayol olishga ruxsat qilgani bilan boqish, muomala sharoitlarini barchasi bir xil bo'lishi ko'zda tutilgan. Lekin birinchi, ikkinchi ayollar sultonxonim, ular haramni boshqarish qudratiga ega bo'lgan katta mavqedagi ayollar hisoblanadi. To'g'rida oshxona bo'lgan. Oshxonada nima pishgan? Xorazm bilokatlaridan Xorazm tuxumbaragi, shiti toshi. Biz xon go'shti chopib qomligicha non bilan yeymiz. Ana shunaqa taomlar. Keyin yonida to'rxona bo'lgan, yotib turibdi. Bu yog'ida joriyalar yashagan, turli millatga mansub chiroyli go'zal qizlar. Bu bechoralar ichkariga kirayotganda shunday qoziga qaraydi. Qozikda xonni telpagini turganini ko'rsa ichkariga kirmaydi. Demak, xon hazratlarining xosxonada ekanligini bildiruvchi belgi hisoblanadi. Hozir telpak yo'q, bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Keling. Tuta bular chiqyapti. Bular chiqyapti. Shuning kirganingiz o'ng tarafdagi Ha, chiqyapti. Da. Bular nemislar ekan shoxi. Kelinglar. Yeri tashlashda qanaqa qilishadi? Ha, so'xya. Şöyle yaşına bak. Ha. Katta konsertlar mashhur bo'ladi. Qovun sayli bizda 3 kun. Xorazmning gurvat qovunlari pishdi. Mana shu bayram munosabati bilan gurvat qovunlarida tanovul qilib, mana shu haqiqiy Xorazmning mashinada qovunlarini yer ekansiz. Asosiy shu narsaga o'zingiz amin bo'lishingiz mumkin. Odamlar kirib chiqadi shu yerdan. Devorda ham qulog'i bor deyishadi. Mana shunda maxsus odamlar o'tirgan. Xalqning so'zini eshitib o'tirganlar. Qanaqa fikr? Eshittiradigan maxsus odamlar bo'lgan. Hozirgi kunda shunday chiqdingiz, katta bayramlar shunda nishonlanadi. 1,5 kilometrdan keyin vokzal qurildi.
Andijon, Toshkent ish qilib mana shu poyezdlarimiz Xivagacha kela oladigan darajada sharoitlar yaratib berishdi. Shunday Xiva bir go'zal shaharga kelsangiz afsus kelasiz. Xudo xolasa yana kelganda xojonalar bilan keling. Ajratgan vaqtingizga bergan e'tiboringizga rahmat aytamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hoji bola bitta duo qilinglar. Hoji bola bitta. Soat 9da bo'lishi kerak. Men anig'ini bilib Shuhratjonga telefon qilaman o'zi. Qo'ring, aytaveringlar. Ilohim amin. Sog'lik bo'lsin. Allohim hammalar safarlar qutlug' bo'lsin. Ilohim amin. Hammalar safarlarida Allohim xayrli qilsin, barakatli qilsin. Mana apamiz shuncha xizmat qildilar. Apamga ham katta rahmat. Xonadonlarda sog'lik, tinchlik. Allohim xonadonlarida qutlariga arimasin. Topganlar yaxshi kunlarga nasib qilsin. Hammalar sog' bo'lib, salomat bo'lib, oila a'zolarini boshiga Allohim sog' salomat yetishsin. Allohim nasib qilsin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Şuraya abetkin okumayın da. Yoqimlash taqa. Rahmat. Ya ketaveringlar baqqara. Ana qon, haylo. Ana tipga qara, tipga. Ha, tipga. Ayollarni o'rtaga olamiz. Ayollarni o'rtaga olamiz. Assalomu alaykum. Havolardasizlar.
Dim ajoyibsiz, nechiksiz? Bu yolladan işiydi, ben yandan işiydi. Yurib ketaverdik tomosha qilib. Soyga olish kerak, oqqa chiqmaydi uka. Qo'shqa bostirib. Dim ajoyib o'ynayapti shu qiz.
Hadi. Şirdama. Şunu bir gelme. Hurmatli sayohatchilar, qanday bo'lyapti? Yaxshimi? Kamchiliklar yo'qmi? To'xtang, turmang. Bizning hozir firmamizning nomidan sovg'amiz bor. Aynen. Подарки studio. Endi eslab yurasizlar deb. Endi uni ochib ko'ring, nima ekan bu. Qanaqa? Chashkani qanaqaligini ko'ring. Zo'r. Yo, ochib ko'ring uni. Mana, zo'r. Chiqaring. Молодец.
Hem baba penuh berlah. Malah ya rahmat. To'ylar qilinglar, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Katta rahmat. Salomat bo'linglar. Katta rahmat. Ketganlarga baraka bersin. Aytganlaringiz kelsin. Birizga 1000, mingizga million bersin. Ha, shunday bo'lsin, shunday bo'lsin. Baraka topinglar. Kelin bilan jannatlarda qo'lishlashaveringlar. Aytganingiz kelsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Burası kalın, oraya kal. Burası.